boyliklarning eng ustuni aqldir. Nochorlikning eng buyugi ahmoqlikdir. Qo'rquvlarning eng qo'rqinchlisi manmanlikdir. Avlodlar uchun eng yaxshi meros esa go'zal xulqdir. O'g'lim, ahmoq bilan do'st bo'lishdan saqlan. U senga foyda qilishni istab zarar keltiradi. Nokas bilan do'st bo'lishdan saqlan. Zero u senga eng kerakli onda yordamini bermaydi, qochadi. Yomonlik qiluvchilar bilan ham do'st bo'lishdan saqlan. Zero u seni arzimagan narsa uchun sotib ketadi. Yana yolg'on bilan do'st bo'lishdan saqlan. Zero u sarob kabidir. Uzoqni yaqin qilib ko'rsatadi. Yaqiningdagini uzoqlashtiradi sendan.